Siz o'zingiz faxrlanadigan sizdagi hislatlar va prinsiplar bu tashqi omilning ta'siri desam ishonasizmi? Chet elda shunday bitta eksperiment qilib ko'rilgan. Liftga 4 ta kaska qo'yilgan va u yerga 3 ta aktyor kirgan. Har bir kirgan aktyor bittadan kaskani kiyib olavergan. Lekin liftda boshqa aktyor bo'lmagan shaxs ham bo'ladi. U dastlab hayron qoladi. Lekin birinchi odam, ikkinchi odam, uchinchi odam kaskani kiygandan keyin beixtiyor u ham kaskani kiyib oladi. Eng qizig'i unga hech kim kaskani kiy deb aytmaydi, hech qanaqa zilzilahda ogohlantirish ham bo'lmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Bizni yoshlar kuzatadi va ota-onalar kuzatadi. Ularga aytmoqchimizki, sizni kim bo'lishingiz, dindor bo'lasizmi, shaxsiy prinsip egasi bo'lasizmi, bu atrofdagilarning ta'siri. Ya'ni sizni kimligingiz sizni o'rab turgan odamlar belgilaydi. Siz bundirking aqlli bo'lsangiz ham agar jinoyatchilar orasida bo'lsangiz, sizdan yaxshi odam chiqish ehtimoli past. Agar siz ming yomon bo'lsangiz, yaxshilar orasida chiqib qolsangiz, yaxshi bo'lish ehtimoli